Agar siz tishlarni restavratsiya qilgan bo'lsangiz, bu muammoga aniq duch kelgansiz. Ko'pincha holatlarda kontakt devorlarini tiklaganimizda polirovka qilishda qiynalamiz. Mana shunaqa holatda deylik, 5-tishni polirovka qilmoqchi bo'lsak, disklar orqali 6-tishga tegib ketishimiz mumkin. Yoki 6-tishni polirovka qilmoqchi bo'lsak, 5-tishga tegib ketishimiz mumkin. Shunaqa holatlarda biz polirlarimiz orqali 2-klassda proksimal devorda sifatli polirovka qilishimiz uchun bu joyga polirimiz kirishi uchun joy ochishimiz kerak. Bu joyni biz ikki xil usulda ochishimiz mumkin. Birinchi usuli mana bunaqa separatorlar yordamida joylarni ochib, polirlar orqali polirovka qilamiz. Bu separator chaynov tishlarga mo'ljallangan. Bunisi esa frontal tishlarga mo'ljallangan. Ikkinchi usuli esa biz joy ochishimiz uchun kerak bo'ladigan yog'och klin bo'ladi. Eng katta o'lchamdagi qizil yoki sariq rangdagi yog'och klinlar orqali ikkita tishni itarib turib, polirimiz orqali polirovka qilishimiz mumkin. Shunaqa joy ochganimizdan so'ng biz kichkina diametrli torboyam disklardan foydalanib polirovka qilishimiz mumkin. Menga obuna bo'ling, sizning ishingiz sifatini qadam-qadam birgalikda oshirib boramiz.